Assalomu alaykum, bizni ko'rib turgan qadrli tomoshabinlar. Uzray podcastining 2-soni, aniqroq 3-soni efirda. Bugun bizning mehmonimiz, shunchaki mehmon emas, reperlarning dodasi, MNMning bojasi, Kaminaning ukasi Doksim bo'ladilar. Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat, xursand bo'ldim. Juda ham xursandmiz, kutilgan mehmonsiz. Muxlislarni so'rovini yerda qoldirmadik. Shu 2-soni chiqqandan keyin kommentlarda eng ko'p Doksim taklif qilinsin degan takliflar bo'ldi. Vaqtni cho'zmasdan savolga o'tsam, yaqinda konsert berdingiz. Harmoniya Music bilan ilk hamkorlik tarzda. Shu konsert qanchalik o'tdi? Mana ko'nglingiz to'ldi, nimadan ko'nglingiz to'lmadi? Umuman birinchi ilk hamkorlik qanday o'tdi? Ilk hamkorlik yaxshi o'tdi, Xudoga shukr, amalga oldik. Endi kamchiliklar bo'ldi baribir, o'ziga yarasha kamchiliklar bo'ldi, u men tarafdan ko'proq. Lekin tashkiliy taraflama unaqa kamchilik sezmadim. Muxlislar ham xursand bo'lib ketdi, o'zimiz ham xursand bo'ldik. Yaqinda o'zim og'aynilarim yordam berdi. Shu yaqinlarim yonimda turdi, gap zo'r o'tdi. Xudoga shukr. Umumiy qilib aytganda, demak, ko'nglingiz to'ldi konsert. Ko'nglim to'ldi, birinchisiga yomon emas, xudo xolasa. Tushunarli. Futbolda qulay pozitsiya degan jumla bor. Rapda Doksim uchun qaysi yo'nalish yoki qaysi janr qulay o'zi uchun? Ya'ni o'zingizni absolut erkin his qiladigan janr qaysi? Hammasi qulay men uchun. Endi ko'proq shu sevgi haqida ashulalar aytganimiz uchun ko'pchilik shu lirik reper deb biladi. Endi lirika ham yaxshi narsa-da o'zi. O'zim tarafdoriman shu lirikani ham, masalan, eshitib maza qiladigan narsa. Lekin o'zimga eng yoqadigan yo'nalish shu vatan haqida, shu qo'rboshlar haqida aytiladigan shu tarixiy hujjatli treklar deydi, o'sha yaxshi menga. Qulay. Bu mavzu haqida gapirdingiz, mana drill bor. Yo'q, trap bor. Yo'q, hammasi ketadi. Yo'q, hammasi ketadi. Ya'ni istalgan janrda o'zingizni harakat qilamiz. Yo'q, ko'nglingizga yaqin janr qaysi? Baribir janr nazarda tutiladi. Lirika shu boom-bap, ya'ni shu old school underground stilida qilinadigan bo'ladi-yu, masalan. Shu ular asosan tekst yozganingizda ham kvadrat yozasiz, o'shalar yaxshida, ko'proq menga tushadi. Qanaqadir charchagandek ko'ryapman sizni. Bu nima alomati bu? Yo'l charchatadi. Bu bosib o'tilgan yo'lmi yo hayotiy yo'lmi? Yo'q, hozir keldik-ku, oqayorimda shu yo'l. Tushunarli. Umuman o'sha obrazga kelganda Doksim qanaqadir bir ko'cha bolasi sifatida shakllanadi. Mana yurish turishingizdan ham. Endi sevgi haqida ko'proq ijod qilasiz. Bu baribir romantik obrazda bu. Qanchalik qiyin shu obrazga kirish? Men misol uchun sizni qiyinroq tasavvur qilaman romantik obrazda. Chunki men uchun Doksim bu o'sha ko'cha ko'rgan, bu bilan bu yo'nalishda ijod qilmang demoqchi emasman. Qanchalik o'zingizni shu obrazda yo'q, qiyin emas. Shu o'zimiz ko'rgan narsalar, yo'q bo'lsa shu tanish bilishlarimizda bo'lgan narsalarni ko'rib, o'zimizcha fikrlab shu sevgi haqida qo'shiq qaytanga nima deydi, menga qulayroq ham bo'ladi. Bilmayman menga, lekin qiyin emas men uchun. O'zingizga qaysi mavzu ko'proq? Mavzu haqida gap ketsa, shu endi mavzu haqida, ya'ni sevgi haqida ko'proq nima deydi, maza qilasizmi yoki o'sha tarixiy? Yo'q, tarixiy maza qilasizmi. O'zi bu alohida savol edi. Ya'ni ham batafsil. Unga ham batafsil beraman. Tarixiy mavzularni rep qilib olib chiqish bu adashmasam mutlaq yangilik. Hech qaysi reper ijodida bu narsani to'g'ri kimdirdir buyurtma qilib jadid nimadirlar deyishgan, lekin u buyurtma, u yurakdan aytilmagan gaplar. Uni oydek ravshan narsa. Siz lekin o'sha tarixiy shaxslar, mana Qurboshilar yoki bir Toshkentdagi qo'zg'olonlar hammasini bu nafaqat trek eshitishga zamin bo'ldi, balki o'sha shaxslarni tanimagan insonlar ham bor ekan. Bu o'sha trek sabab bu o'sha inson shaxslar bilan qiziqishni boshladi auditoriya. O'z maqsadim shu. Kim ekan bular, nima ishlar qilgan deb. Qanday yuzaga kelgan mana shu loyiha, ya'ni shu tarixiy voqealar yoki shaxslarni rep janrida olib chiqish? Men o'zi eng yaxshi ko'radigan anaqa shu san'atkorim, muxlislik qiladigani shu Dadaxon Hasan, siz bilasizmi? Shu insondan olganman, shu ilhomlantirgan. Shu ya'ni motivatsiyani Dadaxon Hasan bergan. Qarasam, men u qo'shiqlarni eshitaman, zerikmayman. Vatan haqida addushga aytiladi. Sal ochiq aytadigan bo'lsa, yurakdan aytiladi, endi bo'yash yo'q. Faqat kindik xonim to'kilgan, seni yaxshi ko'raman, senga jon fido emasda, vatanning kamchiliklari bilan shu
nima deydi? Tangani u tarafiga ham, bu tarafiga ham qaragan holatda sevadi. Kamchiligi bilan birga qo'shib sevadigan inson shunaqa. Shuning uchun menga yoqadi uni aytgan qo'shiqlari. O'zim ham mana shu repda qilib ko'rsam qanaqa bo'lar ekan. O'zim ham tarixga qiziqishim juda katta. Tarixchilikka da'vogar emasman, endi biz havaskorimizda. O'rganib, yo'q o'qib, kitoblardan izlanib. Dadaxon Hasanovda masalan qo'shiqlarini eshitib ilhomlanganman. Shu repga ko'chirish maqsad bo'lgan. Masalan Shermuhammad Qo'rbosh haqida sizga iqtido qildim. Shermuhammadbek degan qo'shig'i bor. Ibrohimbek haqida aytgan qo'shig'i bor. Po'latxon haqida ham aytgan qo'shiqlari bor. Shu ayollar paranjini tashagan paytda ketmonchi ayollar degan qo'shiqlari bor. Hozir ham mana Instagramlarda hit bo'lyapti bu narsalar. Bu asosan 18-19-asrlar. 19-asr, yo'q, 20-asrning boshlarida tashagan bo'lsa paranjini, o'sha paytlar haqida 19-asrlar haqida ham shu 19-asrlarda milliy ozodlik harakatlari, masalan, Toshkent qo'zg'olonlari bo'lgan, yo bo'lmasa o'sha Qurmonjon Dodxo qirg'izlarda o'sha Oloy malikasi bo'lgan Qurmonjon Dodxo degan ayol kishi o'sha Oqposhon askarlariga yurtib bermagan, ular juda qattiq kurashlar bo'lgan. O'shalar haqida ham Dadaxon Hasanov juda zo'r mohirona ijro qilgan qo'shiqlari, zo'r asarlari bor. Eshitsangiz maza qilasizda. Mana qo'shiq deysizda. Ana masalan bo'ladi-yu, televizorda bo'layotgan hozir vatan haqidagi qo'shiqlar, ular yuzaki ular. Ular buyurtma. U eshitganingizda ham bilasiz uni. Addush aytmayapti u odam. Bilinadi u narsa. O'sha boya ta'kidlaganimdek buyurtma ashulalar. Buyurtma ashulalar. Yurakdan chiqmagan o qo'shiqlar. O'z bilinadi, yurakdan aytayotgan odam, boshqacha aytadi bu narsa. Hozir odamlar ahmoq emas, u biladi u. Qaysi bir haqiqiy yurakdan aytilyapti. Jadid haqida birikda odamlar aytdi, ashula mayli. Ular jadidlarni dash ijodidan bunaqa yaqin tanishdim men. Balki tanishdim, men ishonmayman u narsaga. Masalan, Cho'lponni kitobini o'qiganmisan, qaysi she'rlar senga yoqadi desangiz, aytib bera olmaydi ular. 100% qo'shilaman fikriga. O'zi umuman reper savodli bo'lish kerak deb hisoblayman. Ne только reper, hamma inson savodli bo'lishi kerak. Yo'q, chunki ijodkor bu o'zi boya bilinadi deganingizdek, o'sha ijodidan bilinadi. Reper qanchalik savod, uni tekstida bu yaqqol ko'rinib turadi. Esingizda bo'lsa, shu bir tinga qimmat revolutsiya degan MyFive'da birgalikda ishtirok etgandik. O'sha yerda siz kitob haqida gapirishni boshlaringiz va o'sha hozir men nazarda tutayotgan ba'zi qo'shtirmoqchidagi savodli reperlar sahna ortida ham o'sha yerdan kulib o'tirishdi gaplar. Bu reperlarning reaksiyasi. O'zingiz ham menimcha ko'rdingiz bu narsani. Reper besavodligi bu uni fojiasi emasmi? Jamiyatda ham fojiasida. Masalan, chiqyapti, qo'shiqlar eshitasiz, hit bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Bular o'ylaydi, hozir men hit qilsam deydi, bu burun yashaydigan qo'shiqlarda adabiyot bo'lish kerak avvalambor. Adabiyot so'z ustuvor bo'lish kerak. Bu qilinayotgan qo'shiqlar faqat musiqa uchun, o'sha yerdagi mana ritmika uchun hit darajasiga chiqyapti. Avvalambor hammaga omad tilaymiz, hech kim anaqasini tanqid qilmoqchi emasman. Prosta bir zo'r qo'shiq qiling, u narsa adabiy so'zlar ustuvor bo'lsin, toza o'zbekcha so'zlardan foydalanib, chiroyli tekstlar bilan qiladigan bo'lsangiz, u ommalashmasa, undan xafa bo'lish kerak emas. Odamlar ham saviyasiga qarab eshitadi-da. Saviyali odam saviyali narsa eshitadi. Saviyasizroq, bundayroq, uncha o'qimaganroq, uni kallasini ishlatish xohlamaydigan odamlar shu yengilroq narsaga intiladi. Endi ozgina gapim aylanib ketib qoldi endi. Bu yoqdan o'zingiz terib olasiz gaplarim. Shunaqa narsa-da. Endi reperda savodli, savodsizligi bilan meni bir tiyinli ishim yo'q. Xohlasa savodli bo'lsin, xohlasa savodsiz bo'lsin, u o'ziga. Men nima uchun kitob o'qiyman, yaxshi ko'raman. Birinchidan o'zimga maza qilaman. Kimdandir nima deydi? Maqtanish uchun, men falon kitobni o'qiganman deyish uchun o'qimayman. O'zim prosta maza qilaman. Bir xil kino ko'rib maza qiladi. Kino ham ko'raman, kitob ham o'qiyman, u narsa menga rohat bag'ishlaydi. Erta farzandlarga bizdan nima qoladi? Mana shu narsalar qoladi-da. O'tirg'izib, mana o'zingiz kitob o'qib o'tirsangiz, erta bo'ydoqmi, paka? Yorug' kunlarga oz qoldi, xudo qolasa mana. O'shanda masalan farzandlar bo'ladi, farzandlar o'tirganda qo'lingizda kitob bo'lsa, u boshqacha narsa-da endi u. Ko'rib turib, u qanaqa kitob ekan deydi. Mayli birinchi o'qiy olmasa, harf tanimasa, 4 yosh, 5 yoshligida rasmli kitob olib bersangiz. Shu narsa
Faqat o'zini o'ylash kerak emas. Reper ham, boshqa hamma odam ham. Jamiyatni o'ylash kerak. To'g'ri. Endi menimcha jamiyatni o'ylayman, hozir anaqaman demoqchi emasman. Prosta-da endi. Nazarimda qo'shiqlaringiz hit bo'ladimi, yo'qmi sizga farqi yo'q. Umuman farqi yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rasiz va endi hit bo'lsa bo'lmasa muhim, o'sha aytilgan gaplar muhim siz uchun tushunishim uchun. Shunaqa narsa bo'lishi kerakki, mayli hit bo'lmasin, lekin o'sha narsani sizni qarindoshlaringiz eshitib turib, sizdan uyalmaslik kerak. Yor birodarlaringiz meni o'rtog'im bo'ladi, yo meni ammam o'g'li bo'ladi, masalanda deyishga uyalmaslik kerak. Mayli hit bo'lsa bo'lmasa, u xudodan hit bo'lish bo'lmaslik. Shunaqa qo'shiqlar bo'ladi, u 1 soatda yozib tashlaysiz, hit bo'lib ketadi. Shunaqa qo'shiqlar bo'ladi, u yillab yozasiz, hit bo'lmaydi. Bu ham endi xudodan hammasi hit bo'lish bo'lmasligi. Hamma harakat qilyapti, hamma teng harakat qilyapti. Natija faqat Allohdan bo'lyapti. To'g'ri. Rap battle'ga munosabatingiz. Hozir qarang, bu yerda o'zim face to face battle'ni nazarda tutyapman, chunki kimdir o'ylashi mumkin buni. Umumiy rap battle, mana qarang. Bitta narsa jahlim chiqaradi, o'sha Instagram, TikToklarda muntazam ravishda ikkitama ham aylanadi. Misol uchun bitta dalbanka olib, sen o'zbek emassan, sen xitoyliksan deb ketgan, go'yoki butun bir loyiha shunaqa cringe'dan iborat ekan. Vaholanki, adashmasam hamma sonni kuzatgansiz. U yerda kuchli texnikalar, ya'ni kuchli panchlar qilingan, juda ham bir oshira olmayotgan bo'lsam, vahshiy janglar bo'lgan. Bu haqida hech kim gapirmaydi. Mana shu ikkita men o'sha olib, go'yoki butun bir loyiha shundan iborat degan tushuncha uyg'otishga harakat qilishadi. Men hammasiga bir xil savol bilan yuzlanganman. O'sha mazah qilib yurganlarga. O'zing chiqasanmi shu loyihaga? Men xuddi o'sha bolalar bilan qo'yib beraman deganman. Hammasini javob bitta, yo'q, men chiqolmayman. Endi fikrda nima, hammani haqqi bor, shunga o'xshash gaplar. O'sha o'zbek rap battle haqida umumiy tushunchangiz va nima yetishmayapti va qaysi tarafda yutuqqa erishdi? Qarang, avvalambor sizga rahmat aytishimiz kerak. Masalan, siz shu narsalarni tashkil qilyapsiz. Aytdingiz-ku, o'zingizga menga bir tiyinlik foydasi yo'q. Men o'zim shu rapni yaxshi ko'rganim uchun qanaqadir ma'noda bir fidoyilik deylik. Lekin vahshiy janglarda to'g'risi Shuhrat aka, endi oldingizda o'tirib men paxta qo'ya olmayman. Vahshiy janglarni ko'rmadim to'g'risi. Reperlar juda sust. O'sha bitta reper chiqib olibdi, men taniyman. Keyin kimlarga aytaman. Doksim men bir ijodni to'xtatgan paytim, Doksim ijoddan ketibdi, shunga qanaqa fikrdasiz desamda, kim u deyapti, degan reper chiqibdi. O'sha battleda men ko'rdim. Men agar turganimda boshqacha yondashardim. Men uni yutib qo'yardim demoqchi emasman. Umuman boshqacha postanova bilan chiqardim aytgan. So'zlarini esdan chiqizib qo'yapti ko'pchilik. Nahadu to'qib ketyapti yo'lda bir xillarida. Na ritma bor edi, na bo'lmasa bir texnika bor. Endi kechirasiz-ku, men odamlar ham deb ko'rib turib, ba'zi siz ustingizdan kulmayapti. Ular siz aytdan xafa bo'lmang bu narsaga. Siz endi u ikkita qo'yni olib chiq deyapsiz. Mana malades, davay bosish deyapsiz. Siz unga sharoit yaratib beryapsiz. Siz aytda sizga u narsa tegmasin. Ular asosan o'sha reperlar ustidan kulyapti. Ya'ni nahadu deganingiz bu freestyle emas. Yo'q, freestyle emas-da. Masalan, freestyle qanaqa bo'ladi? Mana Eminemning kinosini ko'rgan bo'lsangiz, mana 8 Mile. U ham yozib yuradi birinchi. Tasavvur esizdami kinosida? Anaqada qo'lida yozib, o'shalar yodlab yuradi-da, minus qo'yilgan joyida u o'qib ketadi keyin o'sha narsalarni tushirib. U freestyle degani u joyida to'qib ketish ham emas. To'g'ri, u narsa ham bo'ladi, ana improvizatsiya bilan. U qo'lidan kelgan qilishga, masalan, men qo'limdan kelmaydi. Joyida to'qib keta olmayman men. O'tirib, o'ylanib, chuqurroq kirishga harakat qilaman. Qo'limdan kelmayapti, men qilmayman, o'zimni sharmanda qilib. Qo'lingdan kelmayapti, unaqa narsani yig'ishtir. Freestylechilar chiqdi, bitdik, ko'rdik ahvolini. Prosta kulasda. Odam o'zini sal hurmat qilish kerak-da, aka. O'zim mana shunday qizishib gapirmayman dedim, mana bari qizishib gapiryapman-da. Keyin blogerlar kuldi-yu, endi ularning ishi kulishda, og'a. Ulardan ham xafa bo'lish kerak emas bir tarafdan. Ular ham masalan chiqadi, nimadir kontent qilish kerak. Qarasa, tema bor, kalla qo'yayotganlar bor. Nima qilsa u foydalanadi. Masalan, men o'sha bloger bo'lganda men ham qilardim shu ishni-da, masalan. Men o'zim ham tanqidiy qaraganman. Endi bitta tarafdan qaraydigan bo'lsak, to'g'ri. Endi sizga plyusi yo'q, pul olib kelmaydi bu narsa. O'zingiz yoningizdan xarajat qilish u o'sha kerak emas narsa-da, ba'zi bir paytlarda. Lekin siz ulardan xafa bo'lmang. U sizga nisbatan u yerda kulish yo'q. Siz chiqib turib o'shda kalla qo'ysangiz, u boshqa narsa. Hamma gap shunda. Misol uchun o'sha sen o'zbek emassan, xitoyliksan degan insonga gapirishmay,
gap aniq men haqimda ketadi. Bu belgilanadi. Vaholanki u tekstda unga men yozib bermaganman. U xuddi o'sha sizlar kabi men ham o'sha yerda birinchi marta eshitganman so'zlarni. Hamma qatori, el qatori. Endi baribir o'sha yerda siz qanaqadir ular tekshirib olishingiz kerakmidi? Shu battledan oldin to'xtam degan nizom nima deyman, normalariga umuman zid narsa. Zid narsa. Bu qanaqasiga tekshira olaman? Chunki o'zimiz ham vaqtida o'sha MP3 battlelarda qatnashganmiz. Birinchidan umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa. O'sha aytganingizdek, inson o'zini hurmat qilgan ijodkor bilmadim, chunki haqiqatdan ham zo'r sonlari ko'p. Nari bo'lsa 15,000 10,000 prosmotrda, lekin bunaqa o'sha ikkita soni millionlab prosmotr bo'lib ketgan. Bilmayman, bular endi haqiqatan millionlab prosmotr olishga arziydigan videolarda ular. Ya'ni bu ko'ngilochar nima sifatida, kontent sifatidami? Uni endi ko'rib kulasiz faqat. Lekin mana o reperlar ham deyapsiz-ku, kuchli reperlar, siz menga ko'p ta'kidlaydigan reperlar ham ancha ishlash kerak. Ancha ishlash kerak bu narsaga chiqib turib aytish. Mana masalan Rossiyaning reperlar hozir endi internet borda, og'a, internetni bar kuzatadi-da. O'zbek zabonlar ham mana masalan ruscha biladi, bilmaydi, baribir kuzatadi. Qani Rossiyada nima bo'lyapti? SNGda Qozog'iston nima deyapti deydi. Keyin biznikini ham endi ko'radi va qanaqa bo'lyapti. Gap yerda faqat petlichkada yoki bu texnikada emas gap. Va reperlar qanaqa nima deyapti? Men bitta reper bor, o'sha haqida, o'z shaxslar haqida gapirmayman dedim. Mana shu bitta shaxslar haqida gapiraman. Instar degan bola bor. Taniysiz. Shu bolani postanovasi yoqdi menga. Shu bola kuchli bola. Endi u kimdir jurnalistikada o'qimagan bo'lsa bahona bo'la olmaydi uni kuchsizligiga. Misol uchun Oksimiron Oksfordni bitirgan, o'sha uchun birorta jangni yutqizmagan. U shunchaki kuchli etmaydi o'sha Johnny Boyni. Masalan, Eminemchi. Yo'q. Agar so'z taraflama solishtiradigan bo'lsak, Eminemning so'zida ma'no yo'q. Yo'q, bilib turibman, lekin u yo'q, qarang. Bitta narsa borda, u battle'ga chiqqan paytda qanaqa taraflama bo'lsa ham ko'p marta anaqalarni nakazat qilganda va unda baribir bitta faqat so'z ham emas-da aka. Gapingizni bo'laman, Disaster degan reper bor ekan, Battle MC. Bu o'sha qo'pol qilib aytganda papasi ekan, ko'cham qilib aytganda. Hech kim yutqizmagan. Oksimiron o'zini maydonida, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida bor, buni ko'rgansiz adashmasam, ingliz tilida uni mag'lubiyatga uchratdi. Bu ish Oksfordning sababi. Mayli, Oksfordda o'qigan Oksimiron. Ya'ni o'zi nickname ham shundan kelib chiqqan bilaman. Bejizga so'ramaylik, reperda savod bo'lish. Mana savodning foydaligi bu nafaqat jamiyat uchun, balki ijodda ham odam o'ziga chekidan qarash bilish kerak-da, og'a. Masalan, chekidan qarayapsizmi? Kuchingiz yetmaydi, yo bo'lmasa sizda bunaqa hali tayyorgarlik yo'qmi? Chiqmaslik kerak. Aytayapman, o'zini o'zi hurmat qilish mavzusi bor-da bu yerda. Men o'shanda battle'larni eshitib ko'rdim. Yana bitta bola bor ekan. Hozir uni ham aytib o'tmasam bo'lmaydi, chunki bu nohaqlik bo'ladi. U bilan anaqa qo'yarlar ekan ular. Ko'p raqib bo'lib qolar ekan. Arranger degan bola bor ekan. Juda kuchli. U bola ham kuchli. Endi u ham jurnalistikada o'qimasa kerak edi masalan. Bu ham kuchli, bu ham kuchli. Ikkalasi ham zo'r ekan. Mana bor ekan u dedim-da. Lekin hammasi ham unaqa emas-da. Ikkalasi mana Angrenda o'zimizda jonli battle qilgan. Ko'rdim uni ham. To'g'ri, bo'lgan shunaqa. Mikrofonda kapalojni minus qo'yilgan. Juda chiroyli. Menga yoqdi masalan. Ikkalasi ham. Agar qaysi biriga berasiz desa, ikkalasiga ham zo'r ekanlaringizga ham zo'r dedim. Kerak bo'lsa uncha o'zbek reperlardan texnikasi kuchli keladi. Uni so'zlari bor, uni yedirishi bor. Endi bu o'sha tajribali-da bu. Arranger bilan Instarni biz bemalol battle sohasida o'rnak qilib, balki boshqalar ham bordir. Prosta men hali ko'rmaganman. O'rnak qilib ko'rsata olamiz. Bu fikrga to'g'risi qo'shilaman. Yaxshi. Mutaxassis sifatida haqiqatan bu ikkita ijodkor bizni battle'larda ham qatnashgan yaxshi. O'zi vodiydan ham anaqa talantlilar rosa ko'p chiqadi. Vodiy san'ati kuchli-da o'zi. Eng zo'r, yo'q, vodiyli emas. Men arranger haqida gapiryapman-da. U vodiy. Masalan, boshqa san'atkorlar eng zo'rlari vodiydan chiqadi. Vodiy san'ati, Xorazm san'ati ham kuchli. Mana hozir reperlar chiqyapti Xorazmdan, juda yaxshi reperlar, yaxshi ashulalar qilyapti. Yaxshi, молодец, bolalarda o'sish bor, eng muhimi. Endi bizga nima yetishmayapti? Savod yetishmayapti. So'zlarda ana ustuvorlik yetishmayapti. Bo'ldi, qolgan narsalar xudo xolasa joyiga tushib ketadi. Musiqiy bilim, ritmika ularga vashi. Mana afro degan yo'nalish yo'q edi bizda, mana kirib keldi. Drill degan yo'nalish yo'q edi, kirib keldi. Fast flow mana hozir aytib o'tiribman, o'sha instarlar zo'r qilyapti, arrangerlar zo'r qilyapti masalan. Bosish kerak, ijod qilish kerak.
hit bo'lmasa ham qilaveringlar. Mana shu bolalar orasida ko'rib turgan bo'lsalaring, mana shu ikkita ijodkor. Narsalaring hit bo'lmasa ham qilaveringlar. Chunki bu narsa mayli sizlarni 100 kishi tanimasin, 10 kishi sevsin yetadi o'sha narsani. Lekin sifatli. Eshitsangiz, masalan, maza qilib bir xillarida bor, hit bo'lgan ashulalar men bir marta eshitaman bo'ldi. Eshitmayman qaytib. Hit lekin odamlar orasida talash. Bular ashulasi hit bo'lmagan bo'lsa ham, zo'r aytdi deb turib qaytib eshitasiz-da. Maza qilyapsiz. Ha? Ovozim aytmasam bo'lardi shularni. Ta'kidlab o'tmasam bo'lardi. O'zbekda faqat men zo'r desam bo'ladi masalan. Yo'q, unaqa emas. Bu ichingizda borini aytishingiz kerak. Zo'rmi zo'r deyish kerak. Rahmat. Batafsil javob, haqiqiy batafsil javob shu bo'ldi hozircha. Endi falsafiy qismga o'tamiz. Doksema bu hayotda ushlab turgan narsa nima? Yo'q, endi yashash kerak, endi o'lib ketmaysiz. Masalan, tushunmadim bar savolingizga. Xo'p, mana shu narsalar bo'lmaganda men shunchaki yashamasdim deb nimani ko'rsata olasiz? Yo'q, balki men ham yo'q, hozirgidek yashab yuraverardim, faqat rep bo'lmasdi-da. Hozir o'zim masalan o'sha kasbim bor, ishlayman. Как положено ishga borib, ishxonani avtobusda ishdan kelaman. Hamkasblarim bor, oddiy, o'zingizga o'xshagan yaxshi bolalar, oddiy bolalar. Shunaqa bo'lardi, faqat rep bo'lmasdi. Atak o'sha paytda ham hozir qanaqa bo'lsam shunaqa bo'lardim-da. Endi hazil qildingiz, boshqa qildingiz, tushkun kayfiyatlar bor hali. Endi bor sizni bilamiz, shu yaqinda og'ir judolikka uchradingiz. Shu nima desam bo'ladi, shaxsan men uchun qiyin bu narsani tasavvur qilish. Ayniqsa o'g'il bola otasiz qolgandan keyin bu qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar o'sha yuk qanchalik og'irlashar ekan oila mas'uliyati. Juda. Masalan, o'rtoqlarimga aytaman-da, men o'sha kun Oybek bilan o'tirdik, Oybekka aytdim-da, Oybek dedim. Biz juda hazilkashmiz bolalar bilan hazillashib o'tiramiz. Oybek dedim. Bir umr quling bo'laman, dadam topib ber dedim-da. Oybek birinchi biyaga e'tiborlatib keldi, bitta kuldida qaytib topib beraman o'rtoq deyapti. Eng yomon joyi shu nima bo'lar ekan? Siz men tushunmayman, shu og'ir judolik bo'ldi, otam o'tib qoldi. Endi uy ustida yuribman, uy kiyimida. Dadam olib kelish kerak. Uydagilar ketgan, endi bu yerda hamma yig'isi boshlandi, hamma o'zi bilan o'zi olib boradi. Mana shunaqa bo'lib turgan paytda oldimga kelib choponi, do'ppi, belbog', kivo, o'shan kivo deganda o'shanda tushundim. Men uncha yig'lamayman lekin, men kameraga vaqti yig'lamayman. Bir xil chiqib qolib turib, ermakka yig'laveradi. Men masalan janoza paytida dadam olib keldi, mashinadan tushirdik. Ichkariga olib kirib qo'yayotganda ham yig'lamadim. Nimaga? To'lib turibsiz. Ayollar olti siz sal ularga mana bo'lishingiz kerak. Ularga sal suyanch bo'lishingiz kerak. Siz ham ular yig'lasangiz, ayollarga qo'shilib ular kimga suyanadi? Keyin onam keldida, endi onam ham sodda ayol. Men ham endi ozgina didam qattiqligi uchun xuddi bu vaqti yig'lamaydi o'xshaydi. Otasini o'ligida yig'lamasdi demasin deb turib biroz aytib ketdi-da. To'lib turibman lekin. Kimdir ortiqcha gapirsa yig'laveradigan joyi, uni prosta o'zim ushlab turibman. O'zingizdan o'tganini o'zingiz bilasiz. Endi lekin hammaga oddiy gapirib, yelib yugurib, xizmat qilib, boshqa qilib, tashkillik qilib yuribman-da, keyin ichkariga kirganda dadam bilan bir gapirib qolganimizda o'shanda yig'ladim, lekin gapirib yig'ladim, eshiklarni yopib qo'yib. Endi odamlarga ko'rinmasin dedim-da, shunaqa narsa. Men o'zi xohlamayman. Dadamda shunaqa narsa bor edi-da. Bu narsa hammasi otani tarbiyasidan ketadi aka. Mana boya gapirayotgan gaplarimiz. Otani tarbiyasidan ketadi. Men bir kuni bitta zo'r voqea aytib beraman, shu ota haqida mavzuda. Bu vaqtingiz bemalolmi? Bemalol. Shu 8-chi yo 9-sinf bo'lsam kerak. MC shuriklarni, shu boshqa o'zbek reperlarini eshitib yuradigan paytimiz, o'z anaqa diskka, fleshkamdagi ashulalarni diskka yozdirib kelganman-da, DVD-ga qo'yib eshitadi. DVD-lar bo'lardi. DVD qo'yib eshitib, ko'cha hayot, ko'cha bir narsalar bo'yapti-da, dadam kirdi-da, rahmatli dadam kirdi. Qarab turdi-da, shaqib qarab turadigan odat bor. Qarab turdi-da, kulib. Nima deyapti bu dedi. Endi dadam 62-yilda. Dadamlar o'sha 90-yillarda bolaligi shu yoshligi 90-yillar ko'chalar paytida o'tganda, ko'cha payti. Bularni gapiradigan gapi dadamlar uchun anaqada.
Multfilmda. Nima deyapti o'g'lim dedi. Men aytdim, ko'cha deyapti, ko'chaning bolalarida bo'lar dedim. Ha bo'lar, yomon, kurtoy bolalar desam. Qatsam detskiyman. Keyin ko'cha bolasi nima degani o'zi dedi. U ko'chada urushib yuradigan bola ko'chaning bolasi-da. Ko'chada urushib yuradigan bola ko'chaning bolasi bo'lsa. Nima bo'lmaydi? Itam urushadi ko'chada dedi. Jahligida suyagini olib qo'ying, itam urushadi ko'chada. Ko'cha bor, haqiqiy ko'cha ko'rgan inson. Haqiqiy shu paytda, endi u paytda 90-yillarda ko'chada yashab qolish uchun ham yurishingiz bo'lgan. Ko'chani bolasi avvalo muomala qilishni biladi. Shirin gapiradi hammaga dedi. Ayol kishiga, erkak kishiga qanaqa gapirishni biladi dedi. Tanishi ko'p bo'ladi. Har qanaqa vaziyatdan chiqib ketishni biladi. Doktorda ham tanishi bo'ladi, melisada ham tanishi bo'ladi. O'sha ko'cha, haqiqiy ko'chada. Ko'chada qanaqa odam yuradi? Birovga yaxshilik qilsang, tanish bilish orttirasan ko'chada. Hozir taksistlarni qarang. Haqiqiy ko'cha bolalar taksistlar deb o'ylayman. Voy, kuniga 100 ming odam ko'rsa kerak, masalan, qo'pollik. Shunaqa narsada, urushgan bola ko'cha emas deyapti. Tanish bilish orttirib, chiroyli muomala qilib, birovga bitta yaxshilik qilib qo'ygan bola ko'chaning bolasi. Ana u ko'chada bemalol yuradi. Filtrda yurgan insonlar. Ha, ular endi urush, janjal, endi hamma, masalan, hozir o'sha dadamlarning yoshidagilar, masalan, yo bo'lsa 70-yillardagi amakilar ham. Masalan, men hamkasblarim ham bor, o'tiramiz gaplashib. U paytda boshqacha edi deydi. Qizlar haqida gapiradi. Men o'sha paytda tug'ilmagan ekanman deb qo'yaman. Bir xil paytda, zo'r paytda. Odamlar samimiy, nazar to'q. Nazar to'q bo'lganda, hozir bizda nazar ochlashib ketdi azizlar. Ijtimoiylashib ketdik, maydalashib ketdik. Shukringizga qo'shimcha qilaman. Slovo Paxana degan serial chiqdi o'tgan yili. Men yaxshi ko'raman. Shuni bir 9 yashar jiyanim bilan birgalikda ko'rdik qaysi seriyasini. Orada bir sal zerikarli joyga kelib qolganda jiyanim qarab, aka dedi, rostdan shunaqa bo'lgan o'sha paytda. Bu 100% meni yoshligim kakras mana shu 90-yilga to'g'ri kelgan, bolaligim yoshligim emas. Nimaga uni hozir unaqa emas bolalar deyishdi. Men javobim shunaqa bo'lganki, u paytda bizani ko'mirimiz Vandamida bo'yi keldi. Hozir sizlarni ko'miringlar kim? Danya Miloxin, Lil Xubram. Mana senga javob berdim. To'g'ri, shunaqa javobim bo'lgan. Doksim yo'qolib qoladigan odati bor. Yo'q, ijodda. Bu bir necha marta adashmasam bo'lgan. Lekin comeback yaxshi bo'ladi. Ya'ni haqiqatan bu qanaqadir marketingga bog'liq narsami? Yo'q. Marketing tushunmayman men og'a. Marketing bilan ishlayotganlar hozir mana oshig'i olcha zo'r ishlayapti. Молодец omadini bersin. Biz ulardan o'rganishimiz kerak. Marketingni biladigan reperlarni. Men marketingni yaxshi bilmayman. Mana shu o'tirgan Akmal o'rtog'im mana Jamshidlar menga o'rgatadi mana shu narsalarni. Lekin yo'qolib qolishim prosta ba'zi bir paytda ijodiy inqiroz bo'ladi men. Hech narsa kelmay qoladi. Shuni endi ketaman deb e'lon qilish shartmi shu? Yo'q, menda qanaqadir stress ham bo'lib qoladi o'sha paytda. O'sha narsa meni xatoyim, men tan olaman. Ketaman deb bekor aytdi. U ketsang bor, indamay ket degan odam yo'q. Chunki haterlarga tayyor bo'ldi bu narsa. Qaytganingizdan keyin men ko'rdim ham nechta zo'r. Ketaman. Sen ketib qaytaverasan. Endi o'zi bu savolni bejizga bermadik. Muxlislar uchun kutilmagan, lekin biz kutgan yana bir mehmonimiz bor. Shu marketing sohasini qolaversa, Doksimning ijodini yangitdan bir hozir bugungi kunda siz bilan men tushunmaydigan Instagramlarni aniq biladigan va Doksimni o'sha marketing taraflarini ijodini butunlay yangi cho'qqiga ko'targan Akmal ukamiz bugun. O'zi ham biz mehmon, biz duet qilganmiz. Abzi nickname ostida ijod qiladi. Geroina degan trek chiqizganmiz birga. O'zi Akmal haqida ozgina gapirib o'taman. O'zi juda kamtarligi sabab bunaqa ommaga ham chiqurmaydi. Videoga ham chiqqisi kelmaydi. Shu qo'shiq taraflama. Rapni juda zo'r tushunadi. Oldindan shu 2012-yildan beri rap. Men 2013-yil boshlagan, 1 yil keyin boshlaganman. Lekin Akmallar 2012-yilda ham zo'r bitlarga tushib. Окруженияda bo'lganda reper bularda. Mahalliy reperlar bo'lgan bularda. Hammasi rusiy zabonlar bo'lgan. Akmal o'zi ham rusiy zabon. Lekin nima deydi? Menga mana shu Instagramda juda katta yordam berdi. Hozir ham maslahatlashaman. Nima bo'lsa maslahat qilaman. Akmal qil desa qilaman. Shu natija bilan gif, mif yo bo'lmasa bir nakrutkasiz mana hozir Instagramda natijamiz yomon emas. to'g'ri. Aktiv Shu ijozat bersangiz, bu yigit haqiqatan ham ommada ko'rinish berishni yoqtirmaydi, lekin bugun biz uchun eksklyuziv ta'sir bergan
Bizning bugungi 3-chi suhbatdoshimiz Abziy Akmalbekni taklif qilamiz. Demak, Akmalbek tushibsiz. Sizni bejizga chaqirmadik, chunki bugungi kunda proma suv va havodek zarur. Nafaqat repda, balki umuman biznes sohasida shunaqa bir asrda yashayapmizki, ijtimoiy tarmoqlarsiz na bir biznes yuradi, na bir ijod muvaffaqiyatli bo'ladi. Ko'pchilik reperlar shu qatorda men ham yaqin yillarga to'g'ri shu fikrda yurganman. Tan olmasdim. Ya'ni Reels kerak emas, nima kerak, TikTok nima kerak degan fikrda edim, lekin kerak ekan bu narsa. Albatta kerak. Siz meni Doksimni ijodini o'sha nima deydi? Nima deyiladi sohillar? Mobilograf. Ya'ni digital marketing taraflama umuman yangi bosqichga olib chiqdingiz. Bu fakt, inkor qilib bo'lmaydigan fakt. Hozir bu yerda gap faqat Doksim haqida emas, umuman reperlar uchun bugungi kunda mana shu Spotify, Yandex.Music digital marketing qanchalik muhim va buni bosqichlarini birma-bir sanab bersangiz. Bizga o'xshagan bu old school vakillarga ayniqsa. Bu reально bu kerak narsa, chunki hozir hamma narsa internetda и по-любому kerak bo'ladi, чтобы и busiz bo'lmaydi-da, chunki без этого никак. Надо как-то всё равно, если ты рэпер, то двигаться как-то по видео. Если видео выкладываешь в интернет, оно набирает просмотры, чем просто выбивать клипы. Клипы просмотры меньше набирают, а как бы barmi Reels ko'proq anoda rekda yuradi. Shunda shu bilan yurgan yaxshi. Shunday treklarni bilaman. Endi hamma ijodkor bilan yaxshi tanishman repda. Juda ham hit taronalari bor, lekin o'sha mana shu Reels aytaylik plashatkalarga qo'yilmaganligi sabab musiqiy plashatka. Bugungi kunda juda ham ko'plar o'sha Spotify'dan. Bizda asosan Yandex.Music'ni ishlaydi. Shu tan olgisi kelmaydi haqiqatda. Yo'q, kerak emas, shusiz ham amal, lekin amalda hech qanday natija bermaydi. Shularga nima degan bo'ladi shunday ijodkorlar? Bu asosan o'sha yana qaytaraman, old school vakillari. Hozirgi kundagi ijodkorlar. По-моему, men даже bilmayman, даже old schoolchilar ham уже shunga o'tgan menimcha. Men tanimayman lekin shunaqa odamlar, что Reels'ga o'tmagan. Почти hamma o'tgan. Chunki ular o'tmagani uchun tanimaysiz-da. Ha, balkim shunda. Adashmasam old schooldan faqat men bilan Ziyor qoldi o'zi tiriklardan. Ziyor ham yaqinda qaytib keldi. Demak, muhim bu narsa. Muhim обязательно. Busiz iloji yo'q. Inkor qilib bo'lmaydi. Bu ancha удобный narsa. Kameraga baribir ancha-muncha ketadi. Videoga olish kerak, unga montaj qilish kerak. Telefonda olsangiz, раз, два, три tashlaysiz. Tayyor video. Va ancha удобный. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga bizning auditoriya Yandex.Music'dan mana haligacha raqamlarni kuzataman. Haligacha bizning o'sha tinglovchilar Telegramga murojaat qilishadi. Ya'ni sifatli musiqa tarafdori emas. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Sal tekin. Va shu tekin. То, что бесплатный narsa. Tekin deyish qanchalik? Yandex.Music oyiga adashmasam 30 ming so'mmi? Arzimagan. 30 ming so'm. Telegram tekinda. Ha, Telegram. Hozir bir taksiga o'tirib misol uchun rohatga boraman desangiz 70 ming deydi Yandex taksi. Pulni misol uchun 100 ming yoki bir 50 dollar deganda tushunsam bo'ladi hamancha. Telegramga bir tiyin ham ishlatmaysiz-da. Va shunga. Ular bir oyligimni to'lab boraman, ana uni nima telefonimda oylik to'lov bor, o'shani to'lab boraman, nima qilaman, anaga qilib. Qozog'istonda yaqinda yangi qaror o'sha prezident tomonidan nima qilibdi? Siyosat emas bu, ya'ni musiqaga, ya'ni jonli fonogrammani butunlay taqiqladi. Ya'ni san'atkor agar qachonki ruxsat beriladi konsertga 100% jonli ijroga tayyor bo'lsa, bizda qachon shunday kunlar keladi va nima sababdan bizning auditoriyaga farqi yo'q, jonlimi bu o'sha Yandexning mantiqiy davomi desam ham bo'ladi bu savol. Nima uchun farqi yo'q bizning auditoriyaga? Hali yetishmaganmi bilmayman, hali biz auditoriyamizga. Balkim shu. Menimcha jonli ijroni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor-da, texnik taraflama. Masalan, ko'p jonli konsert qo'yadiganlar o'sha zalda atmosferasida bir oycha ishlasa kerak. Faqat chiqib turib musiqaga pad nota, pad beat ayta olishda emas-da yerda. U oxirida o'tirgan odamga ham siz ovoz yetib bora olishi uchun katta guruh ishlaydi-da. Masalan, hozir undergrounddan chiqqan bola, u musiqadan bir tiyin pul topmaydi, masalan. U qanaqa katta guruh bilan ishlaydi. Xo'p, katta guruh bilan ishladi ham deylik. Masalan, tog'asi bordir, boy yo amakisi bordir.
U pulni chiqizib ola oladimi, chiqizib ola olmaydimi? Undan ko'ra keladi, fonogramma qiladi, iPaddan qo'yadi yo boshqadan qo'yadi. Shu narsa qulay. Qachonki o'sha qolgan reperlar ham moliyaviy erkinlikka yana ham ko'tarilganda jonliga yana ham yo'l ochiladi. Sababi siz hozir ijodkorlar haqida gapiryapsiz. Bu tinglovchining muammosi emas-ku bu. Mana men aytaylik, siz demoqchisiz. Misol uchun kim mana yaqinda bir qaysidir bir G'aybulla Tursunov konsert berdi. To'g'ri, G'aybulla aka jonli aytadi, misol yo'q. Pul berdim, tekinga kirganim yo'q. Razumetse, men jonli ijro xohlayman. Lekin buni hamma san'atkor alam qiladigani, mana bu ko'pchilik auditoriyaga farqi yo'q. Bu jonli aytayaptimi? Shuni asl mohiyatini hech tushuna olmayman. Nima uchun? Yo biz musiqachi bo'lganimiz uchun bu narsa. Endi bilmayman, ko'p yillar davomida bizda faqat fonogramma bo'ldi. Odamlar uchun bu norma bo'lib qoldi-da, menimcha. Chunki narsaga kurash vaqti kelmadimi? Vaqti keldi. O'tib ham ketdi. Ijodkorlar problemasini aytdim, mana shu taraflama. Masalan, jonli aytadigan bo'lsak, men bir Angrenda jamsiz bormidingiz? Bitta joyga kirib qoldik, karaokega. Endi o'zimiz og'aynilar borib qoldik. Men tanib qoldi bitta bolalar. Aka, aytib bering, mana shularni aytib bering. Mikrofonni oldim, texnika zo'rda. Birga bir qilib aytib berdim. Ya'ni texnik imkoniyatlari yaxshi. Texnika imkoniyati zo'rda. Ovozingiz masalan past oktavada aytilgan qo'shiqlar bor. Oktava chiqmasdan ham aytsangiz yetib boradi haligi texnikalar bilan. Bilasizmi, ovoz imkoniyatlarini ba'zilarida imkoniyati sal undaroq bo'ladi. Lekin texnika zo'r bo'lsa, uni ham chiqizib berish mumkin. O'sha bitta hozir endi nomini aytmayman, o'sha Angrenda bitta joyga kirganmiz, bolalar anshlag bo'lib ketgan. Kim aytayapti deb turib kelgan. Bitta o'zim turibman, mikrofonni olganman, o'sha oddiy monitor birga bir qilib aytib berganman. Chunki men videoga ham olganda, meni og'aynilarni videoga olib turgan, shu videoni ko'rsam, u zo'r chiqibdi, birga bir o'xshabdi deb aytganman. Shu aslida u degan treklarimni eshitgan bo'lsangiz, o'shalar aytganman. Xo'p, keyingi savol ikkalangizga ham. Uzrep nima uchun birlashmaydi? Bu Uzrepdan uncha xabari yo'q, lekin xabarim yo'q, chunki men baribir ham rus sinfda o'qiganman. O'zbekistonda rus tilida ijod qiladiganlar ham, ular ham birlashmaydi. Men даже taniyman, lekin O'zbekistonda chiqqanda. O'sma KPlarda o'sha paytlarda Showmasda chiqqan Showmas albatta biz bilan birgalikda boshlangan. Shu KP degan chiqqan edi. O'sha keyin uksus bo'lardi, ko'p o'shalarni eshitib yurardim. Kimida o'tdi, yaqinda qaytdi yana ijodga. Shokir bilan duet qilib yuribdi, kimida o'tdi shuni. Xorazmlik bor ko'pda. Timbalmi nima? Shokir bilan duet qildik yaqinda. Meni xabarim yo'q. Otini eslamayapman. Men ham eslamayman. Roma bor, ismi Roma. O'rusmi? Tatar bola. Crazy Chap, Crazy Chap. O'sha paytlarda eskilardan biri, ular. Hop, o'zbek rapi nima uchun? O'zbek mutaxassislarga yuzlanaylik bo'lmasa. Bilmayman, masalan, men hammasini yaxshiman. Menga muomala qilsa, men hammasini yaxshi bo'lib turaman. Endi birlash qanaqa? Gapingizga to'g'ri kelib qolsa, duet masalasi o'xshab qolsa, qo'yarsa bo'ladi. Lekin u har kun choyxona qilishga men qanaqa nima taraflama birlash? Ijodiy unit nima uchun yo'q o'zbek rapida? Hammasi har xilda, ijodga qarash har xil. Masalan, mishleniya har xil. Masalan, men lirika yozaman. Hozir endi ko'pchilik haligi o'zini pantovka qilib turib, boy ko'rsatib, mana shunaqa qilishga harakat qiladigan reperlar ko'payib ketdi-da hozir. Ular bilan meni ham to'g'ri kelmaydi. Kim bilan men hozir qo'rboshlar haqida ashula yozaman? Yo'q-da. Shunaqa narsa-da, aka. Bizni dunyo qarashimiz har xil reperlar bilan. Mana o'zbek reperlari biz dunyo qarashimiz har xil. Shuning uchun birlashmaymiz. Bu degani bir-birimizni yomon ko'rishimizda emas. Endi bari bor, meni ham yomon ko'radiganlar bor. Men yomon ko'radiganlarim ham bor. Men buni kamerada aytmayman, lekin ko'pincha mana shunaqa narsa. Bizni dunyo qarashimiz noto'g'ri. Bir xil bittasi aytayapti menga, lekin faqat sevgi haqida aytsa, endi mana bunaqa seriozlik. Aka, men seriozlik tema aytaman, uni dadasi ham tushunmaydi. Bu katta gapirish emas, sevgi temasi ham yaxshi. Eng qiyin tema sevgi temasi. Keltirib beraymi nimaga? Chunki u adabiyot rivojlangandan beri mana u 13-14-asrdan даже bu yoqqa olib qaraylik, necha marta sevgi haqida she'rlar yozildi. Gapirilmagan gap qolmadi. Endi siz uni gapirilmagan odamlarga notanish so'zni topishingiz kerak. Vot qiyin narsa bu. Juda qiyin. Ko'changda tagiga bordim,
yomg'ir tagida turibman degan gap shu bo'ldi, shu siyqa chiqib. Men o'zim ham aytganman o'sha. U men aytgan paytda aktual edi. Hozir kimdir ko'chaning tagida turibman, oynaning tagida turibman desa, o'sha aktual emas, yangilik emas. Mana shunaqa narsalarda, masalan, sevgi haqida aytgan taqdiringizni nima uchun odamlarning ichiga kirib boradi? Masalan, men uyalmayman-da men. Qalbdan qalbga. Chiroyli gapirib, masalan, ichingizdagi narsalar bo'ladi-yu, bari yigitlar bir xillar bo'ladi, pantovka qilib turib, men ayta olmayman, g'ururliman deydi-yu. Men uyalmasdan aytaman shu narsalarni. Men lekin unga jivoy o'ziga borib gapirmayman hayotda u gaplarni men. Iltimos gaplashaylik, endi qayt, men yo bo'lmasa chaqirsang boraman demayman hayotda. U ichingizdagi narsani musiqa qilaman. O'shaning uchun odamlarga yoqadi. Ular nima qiladi? Ular turib oladi, alvido, ketma, endi kuchayib ketdim, boyib ketdim deydi. Bu nima, kimga kerak bu narsa? Ana prosmotrlarini ko'ring, shunaqa sevgi haqida aytgan o'shalarni qo'shing. Ular prosta nimaga tanqid qiladi? Chunki ular eplay olmaydi. Ular uyaladi shu narsalarni ochiq gapirishga. Men uyalmayman. Semiyniy temalarda kim aytdi masalan? Endi ba'zi bir paytda haligi nokamtarlik bo'lib ketmasin, avvalo uzr. Men prosta mana fakt-ku, men internetda turibdi, semiyniy temalarda, oilaviy temalarda ochiq olib chiqqan kim? Bordir reperlar, lekin menga o'xshab farqi yo'q aytib o'rganlar yo'q-da, ko'pchilik uyaladi bu narsa. Yo'q, bu narsalar aytilmaydi deydi. Masalan, men dadam ham bu qo'shiqlarimga yomon fikrda bo'lmagan. Dadam men ashulalarim shu ota haqida, ichganlar haqida aytsam, yomon qaramagan, so'kmagan bir marta ham. To'g'ri, mana ijod bu narsa degan. To'g'ri qaragan bu narsaga. Hozir bizda sevgi haqida nima ayt? Bitta biling, hozir aytib o'tib ketay. Sevar bilan biz konsertda sahnada turib qo'shiq aytdik. Ya'ni zamonam bilan. Haligi bitta bola o'tiribdi-da, gulim desam xafa bo'lar, gul deyaptimi? Voy, o'g'il bola aytayapti deb turib bitta kim bilmayman, reaksiya qilibdi. Senga kim qo'yibdi bunaqa? Absurd qilishga-da. Sen o'zing kimsan? Nima bitta so'g'ani bir egallab qo'y, oldinga bir 10 ta odamni yig'ib qo'y, keyin gapir. Gulim deb kimga aytaman? Ayol kishiga aytasizmi? Qiz bolaga aytasizmi? Bu normal hol. Men masalan men uchun sevgi haqida qo'shiq aytish bu normalniy narsa emas, bu to'g'ri narsa. Oddiy o'ylab qarasangiz. Sevgi haqida kim aytadi? Gormonlari to'g'ri ishlayotgan odam sevadi. To'g'rimi? Ayol kishiga kim qiziqadi? Xirsi bor. Hirs nimadan paydo bo'ladi? O'zingiz ham bilasiz. Erkaklik gormon normal ishlagan odam hirs bo'ladi. U sevgidan kuydingiz, kuymadingiz, u boshqa tema. U qaytagi sevgi haqida qo'shiq aytganlarda, tanqid qilayotganlardan cho'ta anaqa qilishga xavotirga tushasiz. Sevgi haqida. Mana masalan Odilxon MMA. Shu bola trenirovka qilmaydimi? Masalan, sportsmen bola, kimdir yomon gapiradi, heyt qiladi, boshqa qiladi, o'zimiz ukamiz, yaqinmiz. Odilxon yuguradi, trenirovka qiladi, zalda yuradi. Bunda testosteron zo'r ishlaydi. U qaytanga agar bulardagi fikri to'g'ri bo'lsa, sevgi haqida qo'shiq eshitmasligi kerak. U mendan sevgi haqida aka qachon ashula chiqizasiz deb o'tadi. Haqiqiy professional sportchi bo'lmasa. Sportsmen u. Testosteron ishlaydi-da, chunki unda u haqiqiy mushuk, u ayollarga o'chda u. Hozir bittasi aytadi, ayollarga rosa o'ch ekansiz desa, bizda jinoyatchiga qarang. Qanaqa bo'lish kerak? Mayli, u zino qilmasin. Men zinoga targ'ib qilmayman. Erkak kishi bari ichida haligi sirtga chiqizmasa ham ichida yonib turadi, o'qitib turadi-yu baribir. Sirtga chiqizmasa ham. Buni nimasi anaqa qo'rqinchlik? Qaytanga ayolga qiziqmagan erkakdan qo'rqish kerak. U cho'ta biladi buni doktorga borish kerak. To'g'rimi aka? Bir xillar вообще red flag ko'tarib yuradiganlar bor, nechta ijodkorlar, reperlar, bu yomon narsa-da. Nimaga ular shuni ko'taradi? Chunki o'zlari ayol kishini anoga televideniya chiqarib, anoga nima? Videoga chiqarib, shuning uchun ular men red flagga podishka qilaman deb chiqaradi. Nechtasi bor? Rahmat javob uchun. Yuliy Sezarovda gapi bor. Dunyoni kuch bilan emas, tafakkur bilan oldim deydi. Bu ko'proq bizning amortyor tig' bilan emas, Alisher Navoiy kechirasiz aytgan. Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher deydi. Shunga o'xshash gapni birinchi bo'lib Sezar aytgan ekan. Shu bugungi yashab o'tgan hayotingizda qayerda tafakkuringiz yetdi va qaysi joyda tafakkurim yetmadi? Yo'q, men ko'p tafakkurim yetmay qoladi. Ko'p xato qilib qo'yaman. Keyin o'tgandan keyin afsuslanib o'tiraman. Endi men o'zi aqlli bola emasman. Ya'ni kimgadir aqllilik qilish niyatim ham yo'q. Men ko'rgan narsalarimni gapiraman-da. Birovga men yomonligim ham yo'q. Men hali birovga zararim tegmaydi. Prosta endi siz so'rayapsiz, men aytayapman. Nimaga? Tafakkur yetgan joylar, masalan,
shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi, insonni ongi yo emotsiyada bo'lib ketasiz. O'shunaqa joylarda men ancha tafakkurim sustlashib qoladi shu savolingizga aytsam. Tez jahlim chiqib ketadi. Shu endi bu anaqa Instagramlarda yo YouTube'larda yozadi negativ. O'shanga sal chidash qiyin menda. O'shanga opacham ham telefon qilib turib ozgina gazim bergandan keyin o'sha Instagramlarda so'kinmaydigan bo'lib qoldim umuman. Yo, gazimni berdi qanaqa? Tushuntirdi. Tanqidlayman. Ha, unaqa qilma, so'kinma, chunki seni ko'pchilik eshitadi. Meni ukamligini ham biladi. Bizga ham bu isnot olib kelib qo'yma degan narsadan keyin bo'ldi. Men nima desa ham so'kmayman, xudo xolasa. Agar u so'kinsa prosta cho'rniga uni hayotda topa olmaysiz u odamni. U kelmaydi oldingizga. Shundoq. U siz masalan mana sizlar 89-yilsizlar, mana ko'chada yurgansizlar, urushgansizlar. Kimdir so'kib qo'ysa borib so'rab olgansizlar. Yo'qsa gapirgan gapingiz qanaqadir noto'g'ri ketib qolsa, kelib sizdan so'rab olgan. Hozir unaqa emas. Hozir polni bemalol girazingiz to'kasiz, sizni topa olmaydi, qayerdan topadi? So'kaverasiz, onasidan so'kasiz. Onasidan so'ksa kelib pichoqlab yuborganlar bo'lgan, to'g'rimi? Hozir unaqa emas. To'g'ri, chunki даже bitta boyets, MMA boyets aytgan, agar qaytarsa mana shu duellarni. O'sha erkak kishi og'ziga qarashni ham bilib qolardi-da. Следил за своим языком побольше. Masalan, mana Pushkin duelda o'lgan-ku. Nimaga u? Biz Pushkinni maqtaveramiz. Pushkin birovni xotinigami nima o'shana qilib qo'ygan uchun ana erkak chiqib, u erkak chiqib, u chest uchun chiqib turib so'rab olgan. Uni biz yomonlaymiz. Nima uchun bu shoir deymiz. Aslida uni o'rniga o'zimizni qo'yib ko'rishimiz kerak. Ha, seni xotiningga kimdir shunaqa gapirsa, sen chiqib duelga chiqa olasan, bu qildi, bu chiqib o'ldirdi uni narsa. U anaqa shoir. Hali kim bo'lsa ham, masalan, unaqa qilishga haqqi yo'q birovni. Xotiniga kelib turib bunday diviziyona qilishga. U vaholanki boshqa din bo'lsa ham, albatta bu hamma joyda bir xil panatka bo'lgan narsa. Men o'zi o'sha haligi kim edi? Otishgan. Dantes nomidan bir o'zi ashula yozishim kerak o'zi barchalar. Edmond Dantes bor, Ifqalasni mahbusda, bu ijobiy qahramon va biz bilgan Dantes shu duel. Siz aytgandek, biz uchun yomon salbiy qilib ta'riflangan qahramon. Aslida Dantes to'g'ri. Men gap kelganda Zaynabni o'tgan kunlardagi hamisha tarafini olaman. Chunki Zaynabni bir qanaqadir bir yomon obrazda gavdalantirishadi. Siz tasavvur qiling, sizni opachangiz, mana opangiz bor, misol mana qiz farzandimiz bor. Xudo ko'rsatmasin, kimdir ustiga uylanib, oshkora ravishda, xuddi bir prosta chop borishdi, qo'l qilib aytganda. Menimcha to'g'ri u zahar berishlarini oqlamayman, lekin bu inson sifatida uni ham haqqi bor. Psixologik ana bo'lishga ezilib borgan. Ha, o'sha narsani qanaqadir bir balansi bo'lishi kerak deb hisoblayman agar adashmayotgan bo'lsam. Xo'p, Doksim bizda 3 ta bema'ni savol degan asabingizni buzadigan savollar bor. Endi majburmansiz javob berishga. Xo'p, Doksim bir kishi bitta o'zi talpada qolib kalta yeganmi? To'xtang, eslab ko'ring, bunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan. Bo'lgan. O'zingiz ular 10-15. Ha, bo'lgan. Ko'p bo'lgan. Bir marta bo'lmagan, ko'p bo'lgan. Lekin men o'zim ham nohaqlik qilib ko'pchilik bu bitta kishini ham urgan joylarimiz ham bo'lgan. Aytar dunyoda. Aks ham bo'lgan. Xo'p, Doksim qo'y boqqanmi? Yo'q, qo'y boqmaganman, cho'ponga borib qarashganman. Patinkalarim yirtilib ketgan. O, toqqa chiqib qarashgan. Assistentlik qilgansiz. Ha, mol boqqanman bo'lgan lekin. Qo'y boqmaganman. Mayda mol boqa olmayman. U tez ketadi-da. Qattiq ketadi. Xo'p, Doksim fohisha xizmatdan foydalanganmi? Xizmatdan foydalangan deyapsizmi? Ana pulga? Yo'q, unaqa. Pulga bormaganman. Tekinga borgan. Yo'q, u men qo'rqaman-da aka. Fohisha. Men nimasidan qo'rqaman? U kasal bo'lsa-chi, u nechtasini yotib yuradi. Tillarni anaqaga balchiqqa solmaysiz-ku. Tushunarli. Xo'p. Uydagilar ko'rmaganda endi. An'anaviy blitz savollarga yetib keldik. Agar xafa bo'lmasangiz, faqat Doksimga bersam savollarni. Yo'q, bemalol. Nimaga hozir so'nggi savol bo'lganda siz o'zingiz olib boshdingiz? Yo'q, xizmatdan ham foydalangansiz shunga? Yo'q, просто aytgan. Xo'p, sevimli rangingiz? Menda o'zgarib turadi-da shu. Masalan, xameleon ekan.
Yo'q, hamma emas. Qanaqa o'zgarib turadi. Masalan, bir yili qizil rangni yaxshi ko'rardim. Keyin sariq rangni. Hozir masalan korичневda. Jigarrang bo'ladi. Sevimli mashina rusumingizmi? Mashinalarga tushunmayman va minishni ham bilmayman, tushunmayman. Pravam ham yo'q. Pravam ham yo'q. Men hozir shu turishimda velosipedga ham o'tkazib bo'lmaydi. Sevimli faslingiz? Bahor. Sizga Boya qishda bor o'zim aka. Sevimli taomingiz? Lavash deyman. Yo'q, sevimli taom. Onam pishirgan liboy ovqat. Demak, oilaviy taom. Ha, oilaviy taom. Sevimli raqamingiz? 27. Hozir o'zim ham chalib ketib qoldim. Nimani so'rayman? Sevimli jamoangiz bu sport turiga bog'liq. Men hozir xabarim yo'q, qaysi sport turiga qiziqasiz? Hammasiga qiziqaman. Men ko'rmayman-da. O'zbekiston masalan hozir o'ynab, yaxshi o'ynayapti, O'zbekistonga balet qilaveramiz. O'zbekistondagi sevimli sportchingiz kim? Farqi yo'q qaysi yo'nalishda? O'zbekistondagi hammasi zo'r. Masalan, men Murod Xonto'rayevni yaxshi ko'rardim. Anaqa janglarini ko'rardim. Hozir masalan chiqib kelayotganlarda MMA da chiqyapti-yu, zo'r, hammasi zo'r. Zo'r urishyapti bizgilar, shu birga bir qoqyapti. Kim aytsak bo'ladi? Masalan, Odilxon Rachka ham yomon emas, normal o'zimiz. Demak, Odilxonni kuzatasiz biz singari. Yakuniy nuqtaga yetib keldik. Jonli ijro degan rubrikamiz bor. Jonli aytmay qo'yaylik. Aytamiz. Istalgan o'zingizga ma'qul kelgan bir kuplet. Bu endi ko'rsatuvimiz an'anasi. Chiqib turaylikmi? Men hozir qaysini aytishni o'ylayapman. Xohlasangiz telefonga qarab aytishingiz mumkin. Bu umuman qandaydir bir aniq ma'noda premyera bo'lishi mumkin, balki o'tmishda hit bo'lgan nimadir bo'lishi mumkin. Mana o'sha chiroyligimni aytib beraman. Marhamat. Ana oktava ko'tarmasa ekan ayturay. Chiroyligim gulim, ko'zlaring nega yosh? Axir sendanda ko'p azoblangan menman-ku, senga yetmas qo'lim, bera olmayman bardosh, nahot sevgim o'tida yonaman mangu. O'z bitta shuni so'zim bilaman-da. Yaxshi ko'radigan shular emasmi o'zi? Shu gulimni men bir joyda kuylaganman. Chiroyligim gulim. Yopiq marosimda, ya'ni o'sha yerda pianinoda o'sha qiz esimda qolmagan, afsuski rus millatiga mansub qildi. Bir marta eshitdi, shunchalik sluxovi kuchli ekan. So'ya Español dedi. Endi tasavvur qiling, davra turibdi. O'sha istalgan romantik, u paytda hali hozirgidek sevgan ishlarim yo'q edi. Shuni aytganman, lekin e'lon qilganman, Doksim degan ijodkor bor, o'zbekda. Shu ijodkorni nima qildi? U вообще boshqacha chiqdi. Faqat mida chalingan. Mikrofon, pianino, hech qanaqa udarning hech narsa yo'q. O'sha auditoriya 3 minut xuddi uni pashi ham eshitilmagan. O'zim ham hayron bo'lganman. Shular uchun rahmat. Birpasda vaqtimiz o'tib ketdi. O'ylaymanki, hamma savollarga javob berdik. Avvalo rahmat tashrif uchun. Hozir siz ushbu podkastni ko'rayotgan paytingiz biz Humo Festga chiqib vыступать qilib bo'lgan bo'lamiz, xudo xolasa. O'sha uchun kimdir aytishi mumkin, nima uchun Humo Fest haqida anaqa berilmadi. Bu aynan Humo Festga bir sanoqli soatlar qolganda hozir suratga olinmoqda mazkur podkast. Va Instagramda o'sha mana hattoki bema'ni savollaringizni ham berdik. Bu adashmasam xayrlaringiz tomonidan yuborildi bu savollar. Ya'ni hech kim iltimosi yerda qolmadi. Doksimga ham, ana Akmalbekka ham bizga rahmat, chunki biz tushunmaydigan sohani ham mana ma'lum miqdorda yo'nalish berdilar. Nima ham deymiz, muxlislarga qanaqadir tilagingiz bo'lsa marhamat. So'z yakunida ozgina so'zlarda nima deydi, adashishlar bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasa fikrlarimizda qanaqadir bu umumiy yakuniy xulosa emas bular. O'ylamanglar, men o'zim fikrimni aytdim. Shunaqa joylar bo'lsa cho'p forasizlar, kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Hammaga omad tilaymiz, vatanimiz tinch bo'lsin, hammamiz omadimizni bersin. Mana hozir ko'ryapsizlar, dunyoda urush ketyapti, boshqa bo'lyapti. Bunaqa narsalar bizga umuman yaqin kelmasin. Avvalo tinchlik bo'laversin. Boshqa qolgani ketaveradi. Akmalbekga ketib qolgan. Всё, всем спасибо. Все прошло четко. Rahmat Shuhrat aka. Xohlasa, чтобы все было четко, как говорится. Первый раз у меня вообще. Bunday suhbatlarni tugatgimiz kelmaydi, lekin hamma narsaning vaqt chegarasi bor. Uzr Qorinlashdi bor, ovqat bugungi sonda albatta tugadi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.